Mana atrofga garelkamizni yoqib oldik. Bu mana shu holatda 1 minut qizib olish kerak. Mana shu dumolog'i qizib olgandan keyin mana shu joydan kranikni ochamiz, atrofotgan tushib yonaveradi. Mana buni ham spesialniy o'sha tutuni qaytmaslik uchun qilib qo'ydik maxsus. Va mana bu piyolachasi atrofotga ko'payib ketsa ichidan mana shu joydan o'tib turib, tagida teshigi bor, tomchilashni boshlaydi. Mana shundan keyin bu kranikdan pasaytirib qo'ysa bo'laveradi. Sezib qolish maqsadida ataylabda shuni teshib qo'yilgan. Agar buni teshmaganimizda motorchiga o'tib ketib qolish xavfi bor. Keyin motor qorayib rasvo bo'ladi. Mana do'stlar, hozir ozgina qizib olgandan keyin motorni shunday qo'shamiz. Mana blok teniyasi. Mana gazga o'xshab yonadi, xudo xolasa. Hozir yongandan keyin mana shuni ko'tarib turib, ichiga tiqib qo'yamiz, ana chaqanoqni turbasini ichiga. Chaqanoqda tagiga kiradi va natijasini ham hozir ko'rsatamiz.